Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men Nilufar Anvarovna, Registon o'quv markazining Universal filiali ingliz tili fani o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan juda ham zo'r testlarni ko'ramiz. Bu testlar jami 10 ta testdan iborat va bu testlar o'tgan yili davlat imtihonlarida tushgan original testlar hisoblanadi. Bu kabi testlarni siz faqatgina bizning YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Demak, boshladik. Birinchi savolimizda mana e'tibor bering. Motherland so'ziga closest meaning, ya'ni eng yaqin variantni toping deb. Bu testlarni do'stlar bizni o'quvchilarimiz imtihonga kirganda qo'ldan kelgancha eslab qolgan demak testlarini bizga ulashgan. Bu testlarni biz yangi abituriyentlarga, ya'ni sizlarga ulashib kelmoqdamiz. Shuning uchun ham bu yerda savollarda kamchiliklar bo'lsa aybga buyurmaysiz. Biz ham o'quvchilarni eslab qolganicha, boricha bu yerda tabiiy bo'lish uchun sizga ko'rsatib bermoqdamiz. Demak, motherland so'ziga closest meaning bu yerda birthday, birthplace, birth rate hamda birth weight variantlari bor. To'g'ri javob B variant bo'lgan. Ya'ni birthplace, motherland bu tug'ilib o'sgan joy, birthplace ham tug'ilib o'sgan joy. Bu yil balki sizga aynan imtihonda shu savol tushib qolsa. Ikkinchi savolda mana gap esda yo'q, e'tibor bering, gap esda yo'q, lekin nimadir toys turibdi. O'sha toys, ya'ni o'yinchoqlar so'zidan oldin qanaqadir so'z qo'yishimiz kerak. Va variantlarga e'tibor bering. Children, children's, children's va yana bir marta children's. Bu yerda do'stlar eng to'g'ri javob D variant, bolalarning o'yinchoqlari. Ya'ni gap bizga bu yerda muhim emas, haqiqatan ham. Faqat o'yinchoqlar so'zi, bolalarning o'yinchoqlari deganda qanday keladi? Shu muhim. A variant xato, children bo'lmaydi. B variantdagi children's bu umuman xato, chunki childrenni o'zi ko'plikda, unga s qo'shimchasi qo'shilmaydi. C variantda ham children'sdan keyin tutuq belgisi qo'yilgan, bu xato. Bu yerda biz children so'zidan keyin qo'yishimiz kerak. Shunda bolalarning degan perevod chiqadi. Demak, javob D. Keyingi savolimizda our family va bu yerda so'z bo'sh joy of 5 people, ya'ni 5 ta odamdan iborat. Oilamiz 5 ta odamdan iborat. Consist of deymiz do'stlar. Consist of bizda A variantimizda bor. Qolgani to'g'ri emas. Chunki is consisting. Consist bu ing olmaydigan fe'l. Biz unga ing qo'shishimiz kerak emas. Va B variantdagi doesn't consist ham to'g'ri kelmaydi, chunki bizda doesn't kelganda s qo'shimchasi tushib qolishi kerak edi. Keyingi savolimizda eat so'zini sinonimi tushdi deb yozishgan ekan. Eat sinonimini, demak eat bu yemoq, uning sinonimi consume bo'ladi. Consume iste'mol qilmoq degani. Obtain egalik qilish, purchase sotib olish, state ham to'g'ri kelmaydi. Eng to'g'ri javob demak consume so'zi ekan. Keyingi savolimiz I am hungry, I blank something to eat. Men qornim och qoldi, nimadir yeyishim kerak yoki nimadir yeyman. Bu yerda A variant xato, makes to'g'ri kelmaydi. Bu I ga makes kelmaydi o'zi. Make bo'lish kerak. C variant ham xato, o'tgan zamon bo'lib qolgan va hate bilan kelganda biz made olishimiz kerak, fe'lning 3-chi shakli. Va D variantda esa I ga ar kelmaydi. Ko'ryapsiz, juda ham oson savollar tushgan grammatikadan o'tgan yili. To'g'ri javob will make bo'ladi. Ya'ni meni qornim och qoldi, nimadir narsa tayyorlayman yeyishga. I will make something to eat. Keyingi savolimizda olmoshdan tushdi ustoz deb yozishgan va bu yerda gap berilgan blank bo'sh joy. Girl is our neighbor. They have moved recently. Bu qiz bizning qo'shnimiz. Ular yaqinda ko'chib keldi. Endi qarang, qiz so'zi birlik so'z. Bu qiz deganimizda biz this so'zini ishlatishimiz kerak. Mana bu yerdagi those to'g'ri kelmaydi, ko'plik bo'lib qolgan, this ham ko'plik bo'lib qolgan, is esa umuman xato, to be variant bo'lib qolgan bu yerda. Eng to'g'ri javob bizda B variant, this so'zini qo'yishimiz kerak. Shunda mana bu qiz degan perevod chiqadi. Keyingi savol ham mana 8-avgust savollarida tushgan ekan. O'tgan yili imtihonda 8-avgustda. E'tibor bering, the news she blank was shocking. U demak eshitgan yangilik juda ham shocking darajada, ya'ni juda ham odamni shokka tushiradigan yangilik edi. Endi qarang, bu o'tmish, u qiz eshitib bo'lgan. Biz shunda qaysi javobni olsak bo'ladi? Albatta heard, ya'ni past simple zamonini olishimiz kerak. A variant bo'ladi. Qolgani xato, masalan, hears, having heard, heard being degan variantlar umuman to'g'ri kelmaydi. Shunchaki u qiz eshitgan yangilik. Past simple olamiz xolos, ya'ni eshitgan yangilik.
hurt so'zini berishimiz kerak ekan. Keyingi savolimiz ham 8-avgust savollari ekan. Bu yerda aytayapti, modal fe'llarda gapingizni qisqaroq qila olasizmi? Juda ham demak qiyin bo'lyapti menga, deyapti. Umuman bu yerda to'g'ri javob could bo'ladi. Could you shorten your sentence please? Gapingizni qisqartirib bera olasizmi? Modal fe'llardan tushgan have bilan were avtomatik xato javob hisoblanadi. Xo'p, keyingi savolimizda yana o'quvchimiz bu savolni olib chiqqani uchun, eslab chiqqani uchun to'liq gapni eslolmagan va eslagan joyi nimadir bo'sh joy house was built deyilyapti. Ya'ni uy qurilgan edi. Endi qarang, bu ham olmoshlardan tushgan ekan. Mana bu uy qurilgan deyish kerak ekan gapimizni boshida. Uy birlik bo'lgani uchun these hamda those javoblari chiqib ketadi. It esa to'g'ri kelmaydi, chunki house ni o'zi itga teng. Shunda biz this house deb olamiz. Mana bu uy qurilgan edi. Umuman gapimiz davom etib ketyapti nimadir narsalar bilan. Muhimi house so'zini oldiga this so'zini qo'yib berishingiz. Va oxiriga 10-savolimizga yetib keldik. Bu yerda electric blank increases in winter. Elektr demak iste'moli qish paytida ko'tariladi degan gap ekan, test ekan. Bu yerda demak consuming, consumption, consumate va consume so'zlari bor. Biz bu yerga ot qo'yishimiz kerak. Noun, ya'ni electric consumption. Elektr iste'moli. Iste'mol so'zi consumption deyiladi. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Xudo xohlasa, sizlarning ham imtihoningizda agar mana shu kabi savollar tushib qolsa, biz bundan faqat xursand bo'lamiz, yordamimiz tekkanidan. Do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang hamda do'stlaringizga ushbu videolarni yuborib qo'yishni unutmang.